Yaqub, yoshliqning qandoq tinish davrlarda o'tayotganligini his qilmoqchi bo'lsam, boshqa yerlarga qarab yurmay hozirgi birliyatxonlarga qarsangli yetib boshidi. Bizning balliq davrlarimizda birliyat deganning to'shiklariga jidal majroning uruqlari laqida to'shib turadi. Ataydisi tash, uraydisi tayoq, daldilnaydisi taxtis tayyor bo'lg'achqa majroning uruqlari etizga ungan yovi o'tdak vashshida unib chiqadi. Eng dastlabda mahallimizga yaqin bir qaynoq rastida Osman kam deydigan og'zi bizab bir qora odam soyvallik qilib ikki taxta bort qo'ygan va Toyir deydigan 15 yosh chammasidagi bir bolani uning qarashga kelgan. Jidal bo'lganda Toyir bortning pulini olaman deb bir ikki tastak yemay qolmaydi. Jidal besiqqanda Osman paydo bo'ladi-da, yig'lam surab turgan Toyirga vaqirab, "Tashlar to'liqmi?" deb so'raydi. Ondan pulni bermay ketgan maslarning nomussizligini Toyirning bo'lumsizligiga qo'shib qattiq tillaydi. Oxirida Toyirga naslar yaqinlashgan hamon kaltakning tom tarafi bilan mingsiga urib qo'g'la deydi. Lekin Toyirning har qatim tayoq yegan edi. Mayli pulni bermagan g'ariq maslardan bo'lsin, mayli og'zini purmasam o'ynatqizmayman degan chala maslardan bo'lsin, ish qilib Toyirning yegan tastiki Osmonnikini qo'shmagandimi 50-60 ga yetandikin deyman. Bir bozor kuni kechqurun ikki to'qchi yenib qoldi. İkisi sherik to'qchilar bo'lib, bir-biridan hayyor edi. Bizda qushaqlar yoki gerirak birari to'qsini sotmoqchi bo'lib, bozorning bosuvisiga dastlab turishig'ila, ularning ichidagi birisi kelib to'qini qo'liga oladi-da, qancha pul deb so'rabmi qo'ymay, yo'qla bir pulni tanlab, qolganini qaytaradi deydi. Bu chog'da ikkinchisi paydo bo'ladi-da, birinchisiga pichirlagan qiyofatda bu to'qim mo'qichaq ekan, bo'g'inoq ekan degandek yuzi qo'yib olgan kasbiy ayiblarni deydi. Ularning da'vatqini zodi qanday ayib ekanligini bilolmaganligim uchun mening to'qim undaq emasmi deyolmaydim. Qududan to'g'ani tortib elib olguncha o'zlari qo'limga tutqizib qo'yadi. Birozdan keyin bayamqa birinchisi kelib to'g'ini qo'liga oladi-da, "Sen kuyingan qiyofatda sotmay yavassang bo'lmamdi" deydi. Oxiri atayin chiqib sotolmay kirib ketma deb sana atadarchilik qilgan qiyofatda o'zlari deganga elib olgan bo'ladi. Ular bugunmi bir nechasiga atadarchilik qilgan bo'lsa kerak. Echilib yeyilib kelishdi-da, qafaslarni qo'yishib biriyatga yo'qishdi. Birisining tishlari jididek sapsariq, yana birisining mangzida tangidek so'sin xoli bor edi. Ularni birliyatda baslashdi degandan ko'ra, o'zi urib tushirilmagan toshlarning barliq tish tuqqanlarini tillashda musobaqalashdi degan tuzuk edi. Shu arada bozorning nari qarsang shu yerda bo'ladigan bir odam paydo bo'ldi. G'oyida aql ko'rsatib, g'oyida baho bergach, ularning o'yinini birdan ko'rdi. Uning oxirgi bahasi shu bo'ldiki, mayli hujum strategiyasi jihatdan bo'lsin, mayli mudofaa analiz jihatdan bo'lsin, mayli sol qo'lning tutish shakli yoki o'ng qo'lning urish holati jihatdan bo'lsin, ma'lik seriq tishdan qatma-qat darajada ustun turarmish. Birliya taxtisida tillas sentini hisob olmaganda seriq tish hargizmi uning raqib bo'la olmasmish. Ma'lik o'zima bayqamagan buncha karomatlarning borligini xalqning og'zidan anglab mamnunlarcha yechaydi. Seriq tish bo'lsa o'zini haqorat qilayotgandek pushilandi va uning qarab qo'limiz bo'lsa tikamsiz dedi. Bayamqa deydichi, ularning o'yini qizigandan keyin andin kelay dedimi, uning gapiga parvo qilmay ketib qoldi. Mikiyan bilan o'razni aydamaydigan nimalar tek haqqi baho berib dedi seriq tish u ketgandan keyin. Cho'qig'inni o'raz deydi-da, dedi Ma'lik uning qarab yejib. Bayanning yog'i men cho'qimatdiman da, dedi seriq tishmi. Sen po'xtin boshqani cho'qalamding, dedi Ma'lik uning seriq tishiga tortmalab. Xalq cho'qiyverib bo'lgan yuzing ashidu, dedi seriq tishmi bosh kelmay. Shuning bilan birisi xalq bayqamagan karomatlarni ko'z tutish uchun, birisi xalq bayqagan karomatlarni isbotlash uchun har birisi bir qo'lini bir to'qlatini o'ynashga tutish qildi. Birinchi qo'lda rost degandek seriq tish uttirdi. U yana bir qo'lni ishtirok boshlashga oldirab, o'zining yulg'un qapizidan bir to'qini oldi-da, o'z qo'li bilan yana birisining to'mir qapiziga sep qo'ydi. "Chacha" dedi u xuddi bayo o'zi qasdan futurib bergandek. Ma'likmi go'yo endi o'z kasbini deb olgandek mardonlik bilan chachdi. Seriq tishning har bir harakatlarini ziyoda astoydillik ko'rgan edi. Xuddi bayo xalqning qabiziga tushib ketgan bir million emas, asl e'lingan bir shaharning malikisidek, o'zi bo'lsa uni qutuldirish uchun otlangan bir jangchidek chiroyi to'limi kaskinlashgan edi. Uning jangovarligi unum berdi bo'lg'ay, bu qatim umi g'albini qo'lga keltirdi. "Alama o'lik to'qani" dedi Ma'lik uning oldiga pokkida bir o'lik to'qani tashlab. "O'lik to'qanimi soldingmi ishplas?" Seriqchi xotirjam mo'g'ilga tutashtirib, endi texib birini tortib turdi. Oldiga tashlangan o'lik to'qani ko'rib qiqilib ketdi. U xuddi yangidan bayqalgan bir jonliqning jastiga qaragandek, o'zi bayav turgan to'g'ning o'ligiga hayronlanib qarab qoldi. "Men sana buni tirik betib bergan bo'lgaydim, qandoq bergan bo'lsan shunda qaytarmamsan" dedi u. "Odamdek ish qilmasangmi, odamdek bir gap qil" dedi Ma'lik uning oldiga etilib kelib. "To'g'ini tirik bet solgan bo'lsang, qapizimga kirib o'zini o'ltirib oldi-da. O'zini o'ltirib oldimi yoki qapizimga pichchi qilib o'ltirdimi? Men bunga aralashmayman" dedi seriq tish. "Ish qilib tirik to'g'dan birini bersa,
Ya mushu ülük to'xuni olsa, ya mening ülükümni dedi Manglik qo'liga tashdan birini olgach. Ras alamdim dedi Seriq tishmi tashdan qo'liga birini, yanchiqiga birini zapas solgach. İkisining birdan qo'llari bir-birisining yoqisida. Yana bir qo'llaridagi tash bilan bir-birisining mingizini cho'qishga tayyorlanib turishdi. Tahirning puli bilan tashni qo'yib nima qilsanglar qilinglar deganiga parvo qilishmadi. Bu chaqda tamasha ko'rish uchun to'plangan kishilar ularni ajratib qo'ygan bo'ldi. Manglik kelgan har bir odamga Seriq tishning nomus qilmay ülük to'xini berganligini shikoyat qilib qarmadi. Seriq tishmo qaqoqlatib bergandan keyin qaqoqlatib oldiganligining to'g'ri bo'lganligini sharhlab qarmadi. Lekin jidal ko'rish uchun to'planganlarga jidal ayrish xo'shyoqmidimi? Hech kim sening to'g'ri, sening xato bo'pti demadi. Bayonqa hiliqi odam yana paydo bo'ldi-da, ikkisining dalillarini astoydillik bilan angladi. Seriq tish buningga bu to'qining asli salomatlik ahvoli yaxshi bo'lib, ruhiy kayfiyatining ko'taranki ekanligini, qabizidan ayrilgan chog'da texi pig'onlik qilib bir ishkini qaqoqlaganligini, uning maynat qabziga kiribla yoki pichchi qilib o'ldirgan yoki boshqa to'qinlari tarafidan dasilib o'lganligiga shak yo'q ekanligini tushuntirdi. Manglikmi ulabla hammanglar ko'rib turgandek qabizimdagi to'qinlarning hammasi bir-biridan rayish, boshqalarni yeklab cho'qib yoki dasilib o'ldirilgan mijozi yo'q. Tadisining birdamda ko'kirib ketganiga qaraganda u cho'qim o'lib bo'lgan yoki o'layotgan to'qini salgan dedi. Bu odam asli bu o'yinning nayda ahamiyatli boshlanganligini, tashni so'qishtirib to'qilardan o'ynash, to'qilarni so'qishtirib pullardan o'ynash qaraganda to'limi ilmiylik bo'lganligini, buni to'qichilik sohasidagi yangi bir islohot deyishga bo'lganligini, bu islohot uchun ikkisining nomi kelgusida mistonqonlarga o'yladi deyilmasimi, hech bo'lmasa yog'och kataklarga o'ylab qolganligini, shunga buncha ahamiyatli ishni boshlagan ekan, ozroq badal bermasa bo'lmaydiganligini tushuntirdi. U yana boshqalardan mardlik kutmaslikdan ortiq mardlik bo'lmaydi. Ya biringlardan mardlik qilib qayta boshlanglar, ya biringlardan mardlik kutmay qayta boshlanglar. Agar xohlasanglar, biz qoq o'tiringlarda turib bir taraf bo'lgan to'qilarning ro'y kayfiyati yuqorimi, tuvanmi, tojillari qizilmi, ko'kmi, bir qapasdan yana bir qapasga mangan chog'da qoqildimi? Yangi qapasda boshqa to'qilarning tahdidiga uchrayotgandi yo'qmi? Hammasiga xuddi yangi tug'ilayotgan muzeyimizga qaragandek qarab turib guvohlik beraylik dedi. Bu gap bilan Seriq tish Utqan to'g'am Sadiqa dedi. Sendak o'lik buraydigan divoniga Sadiqa deganni akang berdi dedi Manglikmi qabizni yechib. Ular baya bir-biridan to'g'a ololmay talashgan bo'lsa, hozir bir-biriga to'g'a Sadiqa qilisha olmay birdan takallashdi. U takallashlarning oxiri Seriq tishning Jimi to'g'ani biroq tikamsan degan gapiga keldi. Qabizimni birga qo'shib tikaman dedi Manglik. Tomoshachilar Tahirni reperlikqa majburiy tayinladi. Yana 4 odamni bordning 4 tarafiga boshqalarni yaqinlashtirmaslikqa mas'ul bo'lgan yordamchi reperlik tayinladi. Men qistilib ko'ramay qilishimdan ansirab biror amalga erishib oldiroq turay dedim-da, qechib ketgan toshlarni terib kelishni ustimga olaman dedim. Bu chog'da qorong'i tushib, bordning ustidagi chirog'im yiqildi. Tahirning qayta talab qilishi ostida to'qilarni Utqan odam bordning pulini berdi deb oldin belgilandi. Ular qattiq tirkishib, toshlar tugay degan chog'da oradan birisi qani u to'qilar dedi. Hammasi baroqla bayanqa to'qi bor yerga qaradi. Haqiqatan bu to'qimi qapazmi yo'q edi. Ichidagi donaroqlari ular o'lishib tomosha ko'rayotgan chog'da birining fursatni g'animat bilib to'qilarni qapazidan baroqla jo'ndab elib manganligini jazmlashtirdi. Hamda ikkisi bayanqa tillashlarining hammani bir yerga akilib, o'g'irni qattiq tillab qarg'adi. Ular zarda bo'lib turayotganda Tahir bordning pulini beringlar dedi. Biz pulni to'qina olgan odam berdi degan pulini o'g'rini tepib ol dedi. O ikkisi zarda bo'lib tayoqni tashlab. Tahir o ikkisining birisini qochirib qo'ymaslik uchun ikkisining yoqasiga baroqla esildi.